Assalomu alaykum hammaga. Bo'g'ozmon so'raganlar diqqatiga mana bo'g'ozmonlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Birinchi molimiz 7 oylik bo'g'ozga ikkinchi qorin. Ikkinchi molimiz 2 oylik bo'g'ozga 2 oydan o'tgan uchinchi qorin. Mollarimizga ko'rishlari mumkin. Xo'p, bunda ham 2 litrdan suti bor mana. Sigirlar yo'q, 4 ta laylan ishlaydigan mollardan. Kuraklarga keladigan bo'lsak 2 kurak. Xo'p, bunisi 8-kurakni chiqargan. Bunda ham 2 litr suti bor hozirda. Berib turgan. Mollarga ko'rishlari mumkin. Xo'p, korpuslariga keladigan bo'lsak, korpuslari yaxshi, itlari yaxshi, bunda ham yaxshi. Yash narsalar bo'ylari 1.30 plyusda. Ikkalovi ham. Yuvoshligi yuvosh, tishovsiz mollar. Mana oldindan ko'rasizlar. Mana oldindan ko'rishlari mumkin. Yuvoshligi yuvosh, mana yosh bola ham ushlab turadi o'zi. 8-kurak yangi chiqargan bunisi. Bunisi 2 kurak. Xo'p, garantiyali 2 oy plyusda. Bunisi 7 oy plyusda. 7 oy bo'lsa ham mana haligacha sutlari bor. Idishlari yaxshi. Sog'liqlarni ko'rishlari mumkin. Sugal, pugal unaqa narsalar yo'q. Endi kechroq bo'g'oz bo'lsa ham bo'laveradi. Vaqtincha sog'ib turamiz deganlarga mana. 7 oygacha xudo xolasa sut beraveradi bunisi ham. Yillari yaxshi. Xo'p, qiziqadigan bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Qancha? 2 oydan o'tib qolibdi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Mol qilaman degan odamlar uchun mana katta korpusli mollarimiz. Qisirda narxida tayyor qo'yib qo'yilgan, novoz ko'rgan mollardan. Hop, 3-qoringa xudo xolasa tug'ib bersa ham qo'yib qo'yilgan videolari ham bor, uni video davomida qo'yib qo'yamiz. 6-kuragini yangi chiqargan. Yashil. Qo'shlari mumkin chaynab turibdi. Terak tibagini ham qo'ymaydiganlaridan. Yeb icharlari yaxshi. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.40 nari beri. Sutlari yo'q. Sutdan chiqarilgan. Korpuslarni ham ko'rishlari mumkin. Etli mol. O'tda dalada yurgan. Dalali mol. Balkim oldinroq qochgan bo'lishi mumkin, lekin kelgandan keyin bir 20 kun oldin yana qo'yib qo'yilgan novvosga. Novvos ko'rgan. Xudo xolasa 20 kundan mana bu qotalab bo'lgani yo'q. Qochib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Qisirda narxida beriladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 18,5 millionga vodiy bo'ylab berilaveradi. Dastlabkasi bor. Vodiydan u yog'iga xudo xolasa kelishamiz.